Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiklal Gündelik Haberler programımızı görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanamızda qıtanlar ikranımız olsun. Xitay Şarkı Türkistan'daki bulantalan qilish ko'lamini kengaytmoqda. Xitay Energiya İdaresi Şarkı Türkistan'daki tabiiy boyliqlarni bulantalan qilishni davomli kengaytgan bo'lib, yaqinda Şarkı Türkistan'da yangidan 2 ko'mirkan turini tasdiqlagan. Xitay Tashviqot organi Xalq to'rining 21 noyabr xabar qilishicha, Xitay Energiya İdaresi yaqinda Şarkı Türkistan'da yangidan 2 ko'mirkan turini tasdiqlagan bo'lib, ular Kebur Shorkan rayoni 12 nomerlik ko'mir keni va Yangisar Kan rayoni Kadash rayoni 1 nomerlik ko'mir keni ekan. Bildirilishicha, Kebur Shorkan rayoni 12 nomerlik ko'mir kenining qurilish ko'lami yiliga 1.500.000 tonna bo'lib, bu turning o'rni To'qsun nahiyasi Boshing ko'mirkanchilik taraqqiyot shakli shirkatida ekan. Yangisar Kan rayoni Kadash rayoni 1 nomerlik ko'mir kenining qurilish ko'lami yiliga 1.200.000 tonna bo'lib, qurilish o'rni Bugur nahiyasida ekan. Kuzatuvchilar Xitoy rejimining Sharqi Turkistondan bulang-talang qilib elib ketayotgan barliq yer osti va usti boyliqlarga oid Xitoy e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarning ishonchsiz ekanligini, amaliyotda Xitoy bulang-talang qilayotgan boyliqlarning e'lon qilingan sondan necha 10 hassa ko'p ekanligini, boyliqning asli egalari bo'lgan Sharqi Turkiston xalqining yanada muhtojlik ichida yashayotganligini bildirishmoqda. Angliya parlament a'zolari hukumatni Xitoyga tayinishdan qutulishga chaqirdi. Angliya parlament a'zolari hukumatni quyosh energiyasi aslahalari importida Xitoyga tayinishdan qutulishga chaqirdi. Amerika ovozining 23 noyabr xabar qilishicha, Angliya kelgusi planlarini yo'lga qo'yib, 2035 yilga borganda yillik o'rtacha quyosh energiyasi tok chiqarish miqdorini 15 gigavatdan 70 gigavatga yetkazishni planlagan. Bu munosabat bilan parlamentdagi partiya hal qilgan parlament a'zolari Angliyaning Xitoyning quyosh energiya texnikasiga tayinib qilishdan andisha qilganligini bildirishgan. Bildirilishicha, Xitoy yer shari quyosh energiyasi ishlab chiqarish bozorining 80% ni kontrol qilgan bo'lib, Angliyadagi quyosh energiyasi soatining yadroliq ta'minlaguvchisiga aylangan. 22 noyabr Londonga joylashgan partiya hal qilgan Xitoy masalalari aql ombiri Xitoy strategik xatar tadqiqot o'rni Angliya parlamentida yeshil, adil va avrishim quyosh energiyasi ta'minlash zanjiri barpo qilish nomli dokumentni e'lon qilgan. Dokument e'lon qilish yig'iniga o'xshamagan partiyalarning parlament a'zolari va mutaxassislari qatnashgan. Dokumentda Angliyaning Xitoy quyosh energiyasi mahsulotlari importiga tayinishi o'zining pokiz energiya nishoniga buzg'unchilik qilib, Angliyaning ta'minlash zanjiri va kishilik huquq masalasida yutuq keltirib chiqarganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, butkul quyosh nuri yo'riqliq volt ta'minlash zanjiri sohasida Xitoy yer shari bozorining 80% ko'pragini egallab qolmay, kirimlilik plastinkining ishlab chiqarish bosqichidagi monopolligi 97% ga yetadi ekan. Filippin bilan Amerikaning birlashma chorlash harakati Xitoyni bearam qildi. Filippin bilan Amerika Janubiy dengizni birlikda chorlashni boshlagan bo'lib, Xitoy Filippin hukumatini chet el kuchlarini yeniga tortdi deb aybladi. Tayvan xalqaro radiosining xabar qilishicha, Xitoy armiya taraf 23 noyabr Filippinning chet el kuchlarini yeniga tortib, Janubiy dengizda avarichilik, qalaymaqonchilik paydo qilib, vaziyatni jiddiylashtirganligini ayblagan. Xitoy armiya taraf bu haqda bayonot e'lon qilib, Xitoyning o'z egilik huquqi, dengiz huquqi va manfaatini qo'g'daydiganligini, Janubiy dengizning tinchligi va muqimligini qo'g'daydiganligini da'vo qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Mauning 22 noyabr Amerika bilan Filippinning chorlash harakati to'g'risida ogohlantirib, Filippin bilan Amerikaning birlikda boshlagan chorlash harakatining Xitoyning egilik huquqi va dengiz okeanidagi huquqi va manfaatiga ziyon yetkazganligini bildirib bildirgan. Filippin amaldorlarining aytishicha, Filippin armiyasi bilan Amerika 21 noyabrdan boshlab Tayvanga qo'shni dengiz rayonida birlashma chorlash boshlagan. Bildirilishicha, Filippin prezidenti Ferdinand Marcos hokimiyat davrida Janubiy Xitoy dengizidagi talash-tartish sababli Xitoy bilan bo'lgan munosabat yiriklashgan. Natijada Amerika bilan texmo quyuq munosabat o'rnatishga qarab yuzlangan. Xitoy Uyg'urlarning uylarini majburiy cheqish jinoyatini davomlashtirmoqda. Xitoy Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirish uchun barliq vositalarni ishlatib, xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yashga urinayotgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'urlarning uylarini majburiy cheqish, iqtisodiy jihatdan vayron qilish jinoyati davomli oshkorlanmoqda.
Lager şahidi Zumrat Davud xanım 24 noyabr Facebook'ta hem bahirlagan birsin Xitoyning yillardan beri davom qilayotgan Uyg'urlarning uylarini majburiy cheqish jinoyatini davomlashtirayotganligini isbotlab berdi. Sinda dehqon chorvachilar tushlik tomoq uchun uylariga ketgan fursatdan foydalangan Xitoy rejimining dehqonlarning qo'y kala to'qi boqadigan boqmachilik uylarini cheqib vayron qilayotganligi, radlik selingan bir qator uyning qisqa vaqt ichida xarobiylikka aylanganligi, tomoqdan keyin qo'tonga qaytib kelgan dehqonlarning ahvolini ko'rib cho'chib ketganligi, Xitoy yollanma xodimlarining uy va qo'tonlarni chaqqanda yotgan ko'rpa, televizor qatorliq buyumlarni sirtqa tashlab etganligi ko'rsatilgan. Singa olgan Uyg'ur bu ichinishlik ahvolni ko'rib tuvandikilarni aytgan. Mana ma açık qo'ygan nimalardan shpenchlan taloq yutgan ko'pin taloq tash etibdi. Mana. Hozirgi vaqtlardami 3 uy kessam mana hozir mushtaq chaqib o'tib ketibdi. Mana 3 uy ketgan 2 soat kessam mana hozir hammani taloqda. Mana uning ichidagi qo'y, to'qi, g'ozlar texniyat uqmaymiz. Mana ularning nerligini uqmaymiz. Mana halen hemen üretip işte yığıştırıp tuttu. Ma tutanlama ma utamak ita koy ma gazla ne ma tokuçak hemen işte ne koy tuttu. Ma toku tazlaydigan. Ma toku tazlaydigan nimlerini işte tashlab chiqib vayron qo'yibdi buni. Xitoy rejimi Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatining bir parchasi sifatida Uyg'ur mahallalarini cheqib yo'qotgandan sirt mazkur sin va bundan ilgari tarqalgan sinlarda ko'rsatilgandek xalqning turli iqtisodiy manbasini vayron qilib kelmoqda. Kuzatuvchilar bu ko'rinishlarning Xitoy tashviqot vositalari xalqaro jamiyatga ko'rsatayotgan atalmish Xinjiang siyosati yaxshi, Uyg'urlarning turmushi yaxshilandi, bayashat yashamoqda degan saxt tashviqotlarni inkor qilganligini bildirishmoqda. Pakistan Kesak Oltin davlatlari tashkilotiga a'zo bo'lish uchun rasmiy iltimos sundi. Pakistan, Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrikadan tashkil topgan Kesak Oltin davlatlari tashkilotiga a'zo bo'lish uchun rasmiy iltimos sundi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida qayd qilinishicha, Pokistonning Moskvada turishliq bosh elchisi Muhammad Xelil Jamali Rossiyaning Tasis agentligiga bergan bayonotida Pokistonning Kesak Oltin davlatlariga o'xshash muhim bir tashkilotning a'zosi bo'lishini nishon qilayotganligini aytgan. Jamali Pokistonning Kesak Oltin davlatlari tashkilotiga a'zo bo'lish uchun rasmiy iltimos sunganligini, a'zolik musofasida Rossiyaning qo'llashiga ishonganligini eskartgan. Shundaqla Islomobodni qo'llashini qo'lga keltirish uchun boshqa a'zo davlatlar bilan quyuq aloqalashayotganliklarini qayd qilgan. Bosh elchi Jamali Rossiya Kesak Oltin davlatlari tashkilotining navbatchi raislik vazifasini o'taydigan 2024-yili Pokistonning Kesak Oltin davlatlari tashkilotiga a'zo bo'lishni planlayotganliklarini so'zlarga ilova qilgan. G'azzada vaqtliq urush to'xtatish boshlandi. Hamas bilan Isroiliya o'rtasida hosil qilingan kelishimga asosan G'azza rayonida davomlashayotgan hujumlarni vaqtincha to'xtatish, asir almashtirish va insonparvarlik yordam buyumlarining rayonga kelishiga ruxsat qilish nishon qilingan 4 kunlik vaqtliq urush to'xtatish bosqichi boshlandi. Qatar Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan kelishim loyihasiga asosan Isroiliya bilan Hamas G'azza rayonidagi to'qinishlarni to'xtatgandan keyin Rafah chegara eg'izidan insonparvarlik yordamlari G'azza rayoniga to'shilishga boshlaydi ekan. Bildirilishicha, Qo'rshav ostidagi G'azza rayonida tunji kuni Isroiliyalik asirlardan qo'yib beriladigan bir oiladan 13 ayol va bola shu joy vaqti soat 16 da Rafah chegara eg'iziga qarab mangadi ekan. Xalqaro Qizil Kirist jamiyati asirlarga yordam qiladi ekan. Misrda saqlaydigan va Isroiliya doiralariga topshirib beriladigan bu asirlar Isroiliya territoriyasiga yetkazilgandan keyin doktorxonada salohiyat, sog'lomlik va boshqa tekshirishlardan o'tadi ekan. Isroiliyalik asirlarni tekshirish tamomlangandan keyin qo'yib beriladigan falastinlik ayollar bilan bolalar bo'lsa, ishg'ol ostidagi Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'idagi Ofer harbiy turmasida to'plandi ekan.
birinchi kuni qo'yib beriladigan soni va salohiyati texi oshkorlanmagan falastinlik asirlar bu yerdan Beyduniya rayonidagi chegara mudofaa tekshirish punktiga elib berilib, Falastin doiralariga topshirib berildi ekan. 4 kun jarayonida qo'yib beriladigan 50 isroiliyalikning badaliga 150 falastinlik asir qo'yib berildi ekan. G'azza rayonida 7 oktyabrdan buyon davomlashayotgan Isroiliyaning hujumlari davomida 6150 dan ortiq bola, 4000 dan ortiq ayolni o'z ichiga olgan 14854 falastinlik o'ldirilganligi uchun qo'yib berilgan asirlarning urug' tuqqanlari tabriklash faoliyati o'tkazmaydi ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz shu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.